Leksiyalarımıza devam hürmetli vatandaş. Endi işte ben sizlerge iki parça leksiya tayyorlagan edim. Bunun birisideki bir abzas sözüne hazır sizlerge o'qib berib, anda sizlar bilan tahlil qilaylik buni vatandaş. Amerika mavzu mundaq. Çisla bugün Çisla 2023 yılı 6. ayının 23. günü ettiği cüme vatandaşım. Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi keskin rad qildi. Bu ish Jonan Xayni sarang qilib o'tishning melodiyasidir. Mavzuliq xabar 6. ayının 22. günü Vanway torbetida e'lon qilindi. Bu nima demakchi desangiz, Arliqda 20. günü Prezident Joe Biden Kaliforniyada Rais Xi Jinping mustabbit dedi. Hozir Jungo'nun Washington turishliq bosh elchixonasi, masalan bosh elchi Shefin o'tirg'i chiqib, oqibatga mas'ul bo'lish va yoki bu so'zni tuzitish kerak dedi. Jungo'nun tashqi ishlar ministrligidan Mau'ning bayonotchi Mau'ning o'xshash shunday gapni qildi. Hozir endi Prezident Joe Biden bunu tuzitish bu yoq tutsin, aksicha yani kayni ifoda bildirib chataq yo'q, son gap emas bu. Biz yaqinda Rais Xi Jinping'le ko'rishib so'zlashimiz bu qaltis gap bo'ldi, vatandaş shundoq dedi. Lekin Jungo'liklar buningga norozi bo'lib yuribdi. Amaliyotda Prezident Joe Biden'ning Rais Xi Jinping'ni mustabbit degani nəhayət oliy sifat desi bo'ladi vatandaş. U odamning yoki Jonan Xayning qilgan atkiniga berilgan sifat yoki baho desangiz bo'ladi, hukm desangiz bo'ladi vatandaş. Hozir Xi Jinping yoki Jonan Xayning xiyolida Uyg'ur degan millat yo'q. Yo'q, allaqachon uni o'chirib bo'ldi, hisobda ularning g'arazida uni butunlay o'chirib bo'ldi. Faqat ishlayotgan majburiy qul o'rnida ishlayotgan qullar bor. Onu Uyg'ur deb atashqin bo'lmaydi, odam deb atashqin bo'lmaydi yoki so'zlashni biladigan hayvon deb atashqin bo'lmaydi yoki diniy e'tiqod millat hargiz u faqat majburiy emgak qiladigan qul. Hozir shunga Jungo kompartiyasining nazariy doirasi engida Uyg'ur degan millat mavjud emas. Uni majburiy ishlatish, majburiy emgakka selish bir mustabbit hokimiyatning qiladigan ish qilganligi uchun mustabbit hokimiyat deyish tamoman haqliq. Shundoq turuluq, men nima uchun mustabbit bo'lib qoldim savol qo'yish bu yoqda tursin, deb hozir Amerika tarafga norozilik bildirib sakrayotdi diplomatlari. Biroq müşahada endi nima dedi hozir boshda? Rad qildi. Amerika buni keskin rad qildi dedi vatandosh. Amerika Ovozdan xabar qilishicha, Amerika Davlat Mahkamasi bayonotchisi Fotil muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Prezident va davlat ishlakati va Antony Blinken aniq qilib mundaq bildirdi. Amerika Jungo munosabatiga davomli mas'ul bo'lamiz. Beijing bilan aloqa munosabatni saqlaymiz. Lekin bular bizning oramizdagi ixtiloflarni bevosita o'tirib qo'ymasligimizdan darak bermaydi. Men sizga yana misol keltirsam, vatandosh, davlat ishlakoti va Antony Blinken Beijingga minishdan burun axborot sohasiga suhbat bayon qilganda bir jumla ishlatdi. Men sizlarga so'zlab bo'ldim. Bu qatam Beijingda biz masalalarni bevosita o'tirib qo'yamiz degan so'zni ishlatdi. Menimcha bu Amerikaning diplomatik siyosat sohasidagi bir yangi gapi deb men shu vaqtda dedim, hozirmi shunday qarayman. Ikkinchisi, davlat ishlakoti va Antony Blinken Beijingda muxbirlarni kutish yig'ini o'tkazganda biz bu qatam suhbatni masalalarni bevosita o'tirib qo'ydik dedi vatandosh. Ikki qatam. Shundaqmi ya? Anandaki men sizlarga nima so'zlab berdim? Tuyuqsiz paydo bo'ldi.
Vatandaşlar bu nima ish? Masalan, Yarishari Vaqt gazetining istixborot xodimi, ya'ni Yarishari Vaqt gazetiga aloqador Jungoning jasosi bir parcha tarixni eslab, tarix to'g'risida bir parcha maqola yozibdi. Qozoq dalasi, Qirg'iz dalasi o'rtasida bepayon kasbi dengizgacha. Bu 1000 yillar ergi milodidan burungi 1000 yil. Vaqtida bu ziminlar Jungoning zimini edi. Tangri tog'larining shimoli janubiy o'ymonligi. Bularmi o'xshashlar shu vaqtdan boshlab Jungoning zimini edi, territoriyasi edi. Mushlarni ko'tarib, buning sababi nimadir deb men sizlarga savol qo'yib, 2 kundan keyin uning sababi oshkorlandi vatandosh. Endi bu qatam kishilik huquqing borkan nima debdi? Uyg'uristonga munosabatlik masalalarda, Tibetga munosabatlik masalalarda, Hong Kongda ma'muriyatga munosabatlik masalalarda boshqalarning bizning ichki ishlarimizga aralashishiga ruxsat qilmaymiz. Demak, mushu masalalar bu qatamqi suhbatda bevosita o'tirib qo'yildi deymiz buni vatandosh. Shundan keyin davlat ishlar katibi bevosita Beijingdan Londonga uchib 60 davlat bir qatorda 60 davlat dedi, yana bir sonda 40 davlat dedi. Mushu yig'inda 7 davlat guruhining yig'inida Jungodagi elib berilgan suhbatni ularga ma'lum qilib yoki qisqacha doklad berib, Jungoga taqobil turishda qadamni moslashtirish, fikrni moslashtirish, harakatni moslashtirish. Mushundaq moslashtirish to'g'risida suhbat bayon qildi Londonda vatandoshi. Mushlarning hammasini qo'yib kelsak, bu da endi nima deymiz sizga? Shundaq deymiz, davotgan so'zimiz qatorida shu uni ilgirlab bir qadam nariga chiqib ketolmaymiz yoki mushkilayotgan xabarlardan bir qadam keyinda qilib qololmaymiz. Demak, bu masala endi vatanning Xitoy bilan bo'lgan suhbatda vatanning ishi, ya'ni Uyg'ur uchun aytganda mustamlika vatanning ishi bu qatam bevosita o'tirib qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning og'zi bilan desak, bu bevositalikning darajasi qanchalik, aniqlik darajasi qanchalik, tarixiyligi qanchalik, realligi qanchalik, ya bu masalaning o'tirib qo'yilishi o'tmishi qanchalik, buni bilmaymiz. Biroq masala shundoq bevosita o'tirib qo'yilmagan bo'lsa, mening deganim bu Uyg'ur to'g'risida, kishilik huquq to'g'risida masala bunda kelmaydi. Tungi so'zladi-ku Jungoning mehmon kutish mahkamasining boshlig'i. Ismi nima edi? Bir nima Yangtao so'zladi-ku. Demak, bu prezident Joe Biden hukumatiga va bu hukumatning davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga berayotgan javob. Yangtaoning javobi. Uningdan keyin qo'shiblar bu Uyg'ur degan ism mayada qilib, Uyg'urning o'tiribida qurilgan davlatlar, masalan, Qozoq dalasida qurilgan davlat, Qirg'iz dalasida qurilgan davlat, O'zbekistonning mahalla viloyatlarida qurilgan davlat mushularning hammasini elib kelib, bu Jungoning milodidan burungi 1000 yillar ilgari nima Xan davridan nima davri biz bunu dedik. Vatandaşım bir kız gap Jungoda tarix yo'q. Men shundan dedim-ku sizga, yana shunday deymiz, Jungoda tarix yo'q, ishki narsa yo'q. Ikkinchi Jungoda qonun yo'q. Jungoda tarix siyosat, qonunmi siyosat. Undan boshqa hech nima yo'q vatandaşım. Shuni bizdan bu Yangtao apandiga beradigan javobimiz Jungoning territoriyasi Saddiqin sepilining ichida. Başta dedik ki Jungo o'rtadagi davlat, ikki daryosining o'rtasidagi davlat. Uning bu shu Saddiqin sepilining sirtida hech qanday makon yoki territoriya yoki zimin, bir tal cho'p, bir yudum suv, hech narsada haqqi yo'q vatandosh. Endilikda suhbat mushu darajaga keldi, sakrayotgan gap bu yerda qandaqdir prezident Joe Biden uni musabbit deganligi uchun sakrayotgan gap emas. Gapning uzoqqa qarasangiz, bu qatamqi suhbatda Beijingda davlat ishlar kotibi Antony Blinken hamda orini ado-judo qilib o'tayli. Bizning gapimiz mushu deb bir echib tashlagan gap vatandosh.
Bunun hiç başlagan boğ idi, lekin vaqtida Cungo buna ifade bildiğin emas. Bu qatamqadan qarasanız Cungo'nun ifadesi intayin qo'pol. Shunami ya? Diplomatiyani qayirib etgan, axloqni qayirib etgan, davlat axloqini qayirib etgan. Hatta normalsiz munosabat qildi o. Davlat ishlar Antony Blinken demak, masala echilib ketdi degan. Endi vaziyat bundan keyin qanday taraqqiy qiladi vatandoshim? Siz biz Allah ömrümüzde bəsə həmmini körəyilə ötəniz.